Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatda gigant darvozamiz Xudo xolasa Toshkent shahriga borib o'rnadi. Darvozamiz ikkita yondorlari, taglari shivellar bo'lgan. Tepalari ikkita tevalar profil bo'lgan. Mana bu o'tkazsa 3 lishnikida 12.8 bo'lgan Xudo xolasa. Aytaman, aqliyatga liboskiy ko'rib olsin. Shunaqa darvoza chiqyapti inshaalloh. Mana taglarga ham suvarka qilganmiz. Mana bu To'raqo'rg'onni darvozasi, Oqtoshmidi, bilmayman, To'raqo'rg'on darvozasi. Mana bu Toshkent shahrining darvozasi. Hozir suvarka bo'lyapti. Mashalloh, kattaligiga e'tibor berasizlar, okalar. 20 kvadratdan o'shiga oqsam bu? 22 kvadrat ekan. Mana bu darvozamiz, bu ham ikkita yon taglargacha shivellar bo'lgan. Darvoza polni bezilib bo'lgan. To'raqo'rg'on darvozasi. Xudo xolasa mana bu razmerimiz ham gigant razmer. 4,5 ga 3,5 mikin bilmayman. Xudo xolasa shunaqa sifatli darvozasida tanishlarga videolarni tashlab qo'yasizlar. Ish sifatiga, metrligiga, kачествосiga %100 javob beriladi. Mana Toshkentda o'sha gigant razmerli bo'lasi bu. Mana bu 3-xonasi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli, yaxshi darvoza kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, qilayotgan ishlaringizni boqmagan maqol bor, bilasizlar. Avtomobillar izda juda ko'p aytadilar. Darvozamiz pashti polni lisli bo'lib ketyapti, inshaalloh mana. Tepalarigacha qora o'sha 1.5 mi 1.8 listdan tevalargacha yopganmiz. Sababi buni aslida hech kim yopmaydi. Supudan asraydi, zanglamaydi. Aytamiz-ku, ish sifatiga, metrligiga %100 javob beramiz. Tepalargacha 2.1 list bo'lgan. Kuzatib sana bilan obzorlarni tashlab o'tamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.